Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agar sizga tushingizda ko'rgan narsalaringiz ta'biri qiziq bo'lsa, unda albatta siz bizning kanalimizga obuna bo'ling va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob toping. Agar kimki tushida chaqaloq ko'rsa, bordiyu siz tushingizda chaqaloqni qo'lingizdan tushirib yuborganingizni ko'rsangiz, yaqin kunlarda barcha rejalaringiz buzilishi mumkin. Tushingizda chaqaloqni tebratayotganingizni ko'rsangiz, siz allakimga haddan tashqari ko'p ishonayotganingizni anglatadi. Tushingizda chaqaloqning qo'lidan ushlab sayr etib yurganingizni ko'rsangiz, hech qanday umid qolmagan deb hisoblagan va sizni juda ham bezovta qilib kelayotgan ishingizga qo'rquvingizni yo'qotishingiz evaziga ruxsat berilishidan darak beradi. Tushingizda endigina yurishni boshlagan bolani ko'rsangiz, to'xtab qolgan ishingizni yurib ketishi, yotoqga emaklab yurgan go'dakni ko'rishingiz esa jadal harakat qilishni talab etadigan vaziyatlardan ogohlantiradi. Tushda gapirishni o'rganayotgan bola tush sohibining muhim belgilarini ko'rsatib beradi. Hoynahoy siz ancha ulg'ayganingizni anglab yetasiz. Bordiyu tushingizda sizga chaqaloq tashlab keltirilgan ko'rsangiz, atrofingizdagilarning fikrlariga diqqat bilan quloq solishingiz, zero ularning gap so'zlari ichidan sizga kerakli bo'lgan muhim g'oyalar chiqishi mumkinligini anglatadi. Tushingizda tashlab ketilgan chaqaloqni ko'rsangiz, siz xatti-harakatlaringiz atrofdagilarga ziyon yetkazishi mumkinligini, ushbu harakatingizni zudlik bilan qayta ko'rib chiqishingiz zarurligini anglatadi. Agarda siz tushingizda o'z farzandingizni urishayotgan bo'lsangiz, o'ngingizda unga keragidan ortiqcha xavotir olayotganingizni bildiradi. Farzandingizni erkinroq qo'yishga harakat qiling. Unga ortiqcha parvarish bilan ziyon yetkazib qo'yishdan saqlaning. Tushingizda siyg'oq bolani ko'rsangiz, notinchlik va aybdorlik hissini anglatadi. Ammo xavotirlanish kerak emas. Oxirida muammolar omadga yuz tutadi. Tushda sizdan uzoqlarga qochib ketayotgan bolani ko'rsangiz, hayotingizda hammasi yaxshi bo'lishidan dalolat beradi. Shuningdek, tush sohibining tushini bir zumda tark etgan bola ham yaxshilikni anglatadi.